Shu kabi manfaatsiz videolarni ko'p ko'rasiz. Lekin yuring do'stim, ehson tarqatamiz yoki bir kambag'alga, muhtojga yordam beramiz, uni uyini ta'mirlab beramiz yoki bir ro'zg'origa, luqmasiga ozgina ovqat olib beramiz degan videolarni ko'rmaysiz. Xuddi bu dunyoda siz abadiy qolasiz. O'lmaysiz. Ko'ring, gunohlaringizni ko'paytiring, hech qachon savob qilmang. To'g'ri ish qilyapsiz. Faqatgina shunaqa insonlarga manfaati tegmaydigan har xil bachkana videolar ko'ring. Oxiratda o'ylamang. Nahotki bir vijdoningizda bir uchqun, bir alanga olib, ey Xudo, mani o'zgartir, qo'lingizni duoga ochib, qo'limga boylik, yuragimga iymon nurini ber degan duolar, istaklar qilmaysiz. Mo'min musulmonni tilida doim kalimasi bo'lishini ko'p sahobalarimiz ta'kidlab o'tishgan. Bu narsani qilmaysiz, so'kinasiz. Juma kuni jumaga chiqasiz, namoz o'qiysiz. Namozdan keyin yana shu faxsh videolar. Axtarmay qo'yasiz o'rtoqlaringizga. Jumaga ketyapman, jumadan keyin gaplashamiz, namozdan keyin gaplashamiz. Bo'lmasa kech payt men tarobiyaga ketyapman, do'stim, vaqtim yo'q, naql. Yurakda bo'lmaydi bunaqa narsa. Telefon qilib, Ilhom, mana 4-5 kilo kartoshkam bor, bir 1-2 qop unim bor, mana bir 5-6 ta yog'im bor degan insonlarning ko'pchiligini olib chiqolmasdirman reklamada. O'zi aslida bunaqa ehsonlar, savoblar ko'rsatilmaydi, aytilmaydi deyshadi. Lekin hozir mana siz ko'rayotgan mana bunaqa videolardan chiqib kelmasa odamlar ishonmaydigan ham bo'lib qolgandi. Shu sababdan ba'zilarini biza ko'rsatishga majbur bo'lamiz. Bu ko'z qilish uchun emas. Insonlarga Allohga bo'lgan mehri, muhabbati uyg'onishligi uchun ko'rsatishga majbur bo'lamiz. Biza bilan hamkor bo'lgan, homiylik qilayotgan insonlarimizni ko'p aytadi. Meni ko'rsatmang. Shu borib o'zi shu narsalarni berib qo'ying, bizni haqqimizga duo qilishsin bo'ldi. Buni reklamaga olib chiqmang, ismimni aytmang deysham. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Mayli, shu vaqtgacha qanaqa vaziyatda edik, qanaqa ishlar qildik, nima yomon amallar qildik, buyog'iga o'sha yomon amallarni ortda qoldirib savob ishlar qilaylik. Bizni jamoamizga qo'shilmoqchi bo'lgan, muhtojlarga bunaqa muborak oyda yordam bermoqchi bo'lgan insonlarga kanalimiz pastida katta raqam qoldirganmiz, telefon raqam qoldirganmiz. Bemalol telefon qilib gaplashishlari mumkin. Kecha bir opamiz ham, undan oldingi kun bir ukamiz ham shu savolni telefon qilib aytdilarki, nega faqat o'zingizni katta raqamingizni qo'ygansiz? U muhtojniki emas yoki u insonniki emas. Siz ko'rayotgan mana bu aldamchi videolarga ishonmang. Chunki bemorning kartasi, otasini kartasi, onasini kartasi deb yetimni, muhtojni haqqini yeyotgan insonlarimiz yo'q emas. Bu narsaga men ko'p guvoh bo'lganman. Shu sababdan shu karta orqali har bitta tushgan pulni taqsimlab 1 so'mini ham o'zimga ishlatmayman. Alhamdulillah, meni hamma narsam o'zimga yetarli. Men faqat xohlaymanki muhtojlarimiz kamaysin, dunyoda muhtoj qolmasin. Mana bunaqa insonlarga manfaatsiz bo'lgan videolarni ko'rishni to'xtating. Ehson qilishga, zakot berishga sharoitingiz, imkoniyatingiz bo'lmasa, hech bo'lmasa duo qiling. Yurakdan duo qiling. O'shani o'zi katta savob. Mana bu yomg'ir tomchilarini ko'ryapsizmi? Balki bizni shu yoshgacha qilgan gunohlarimiz bu tomchilardan ham ko'p bo'lishi mumkin. Hech bo'lmaganda shu videomizni yaqin bir insoningizga yuborib qo'ying. Balki o'sha yaqiningizni qalbida zakot berish yoki ehson berish, kimgadir yordam berish niyati bordir. Alloh barchamizdan o'z ajrlari bilan siylasin.